Assalomu alaykum hurmatli obunachilar va albatta shu kanalni kuzatib borayotgan aziz tomoshabinlar, mana ko'rib turganingizdek mana shu Tunkofon ishlarimizni ko'rsatib boramiz. Ko'ring, tomosha qiling. Agar kanalimizda yangi mehmon bo'lsangiz, podpisyasiya va qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Mana bu tarafdan darvozaxonlarimizni ko'rsatib boramiz. Agar kimga mana shu Tunkofon sohasi bo'yicha ustolar kerak bo'lsa, mana shu ekraningizdagi telefon raqami orqali bog'lanishingiz mumkin. Bu tarafda ham mana navishimiz bor. Ikkita navis bo'lgan bu yerda, mana bu yerda koridorchamiz bor. Mana koridorchamiz ham bir chiroyli chiqdi mana. Skromniy variantda, klassika. Endi tashqari taraflarni, uyimizning karniz qismlarini ko'rsatib boramiz. Mana uyimizning mana tashqari ko'cha tarafi karniz. Mana bu uyimizning ko'cha tarafi. Tarnovlarni ham o'zimiz o'rnatib, o'zimiz yasab, silflarni ham o'zimiz tushirganmiz. Pastga silflarni ham tushirib qo'yilgan. Uyimiz polni kurigom 100%. Mashina shapkalari bitirilgan. Orqa taraflari ham mana shu shaklda chiroyli fason bo'lgan. Orqa tarafda ham mana silflar tushirilgan pastgacha. Ichkarida hovli tarafini ko'rsatamiz. Mana bu uyimiz ichkari hovli tarafi. Ichkarida mana ikkita mana silf tushirilgan bu tarafdan. Bu tarafda ham bitta silfimiz bor. Mana bu yerga yana bitta. Uyimizning yon qismini ko'rsatamiz. Mana bu uyimizning yon qismi, bu taraflari ham mana bo'lgan. Bu yerda yana bitta silf tushirilgan. Aslida kimga qiziq bo'lsa, shu ekraningizdagi telefon raqami orqali bog'lanishingiz mumkin. Sog' va salomat bo'ling.